Ah, biz eşekler. Hikaye. Aziz Nesin. Türkçeden özleştirgiçi hiç kim. Ah, biz eşekler. Ah, biz eşekler. Biz eşek milleti. Burun sizler insanlarga o'xshash so'zlayolmaydiganmiz. Bizningmi o'zimizga xos bir tilimiz barkan. Tilimiz muzikadek güzel, yiqimliq, tatliq tilkan. Shunchalik güzel naqshlarni aytaolmaydiganmiz ki, albatta, biz eshak bo'lganimiz uchun sizlar insonlardek emas, eshakcha so'zlayolmaydiganmiz. Eshakcha yumshoq, yengil, tatliq, boy bir tilkan. Biz eshak millati. Burun hozirgidek hangrimaydiganmiz. Hangrash keyingi mezgillarda paydo bo'lgan ekan. Hozir bilisizlar, bütün his tuyg'ularimizni, barliq ehtiyojlarimizni, muhabbat nafratimizni bir-birimizga va sizlar inson g'o'jillarimizga hangrab ifodalayapmiz. Hangrash degan nima? Hangrash deganimiz hang, yang, hang mushu biri uzun, biri qisqa, ikkili tovush chiqarib, kayni-kayndan to'lashdir. Bizning heliqi boy tilimizdan hozir qisqirab, oxiri mushu ikki harflik yolg'iz birli so'z qoldi. Bir banda bütün tuyg'ularni birli so'z bilan qandoq ifodalay mumkin? Qandoq qilib heliqi boy til eshakcha tugashgan o'lik bir tilga aylanib biz hangraydigan bo'lib qoldik. Buni bilgingiz yo'qmi? Qiziqsangiz so'zlab beray. Qisqasi, bizning tilimiz tutilib qopti. Qo'rqinchli bir voqeada kallimizdan ketib, tilimiz tutilib, eshakchini tamoman unutdik. Shu voqea yuz bergandan keyin faqat heliqi ikki tovush bilan bütün his tuyg'ularimizni ifodalashga majbur qilyapmiz. Bundan nihoyatda uzun yillar burun yuz bergan bir ish. Shu vaqtlarda bir qeri eshak bo'lgan ekan. Bir kuni u qeri eshak yolg'iz dalida o'tlashga chiqibdi. O'tlavitib eshakcha go'zal naqshlarni o'qibdi. Tuyuqsiz bir hid kepti burniga. Ammo yaxshi bir hid emasmish. Bo'rining hidi. Qeri eshak beshini yuqori ko'tarib, cho'nqur nafas elib havoni purabdi. Havodan gupildab bo'ri hidi kelayotgandek. Qeri eshak, "Yo'q, bo'ri emas bu" deb qo'yib o'tlaveribdi. Bo'ri hidi barg'ansir kuchayibdi. Demak, bo'ri yiqillavitibdi. Bo'ri yaqin deganlik, o'lim yaqin deganlik. Qeri eshak, bo'ri emas deb ko'nglini avuntiribdi. Ammo bo'rining hidi dahshat kuchayibdi. Eshak bir tarafdan qo'rqqach, bir tarafdan u yerlik emasdak o'ziga mushundoq deb ko'nglini yasab tursa, endi ovozlar anglanishga boshlabdi. Yaxshi ovozlar emasmish. Yana bo'rining ovozi. Qeri eshak uzun quloqlarini ding tutib tingshabdi. Aniqla bo'rining ovozi. Ko'nglida bo'rining kelishiga rozi bo'lmagandek. Yo'q, bu bo'rining ovozi emas. Menga shundoq anglanib qolgan gap deb o'tlaveribdi yana. Ammo ovozmi yiqillavergudek. Eshak yana umidlanibdi. Bo'ri emas, yo'q,
bu ovoz bo'rining ovoz bo'lishi mumkin emas. U vayimlik ovoz butunlay yiqilishibdi. Eshak yana o'ziga debdi. Mümkün emas. Bo'ri bo'lmasin iloyim. Bo'rining boshqa ishi yo'qmikan bu yerga kelib? Ko'nglida qo'rqib turg'achqa, ko'zi har tarafdikan eshak bechorning. Oxiri qo'rqqan ish beshiga kepti. Udilidagi tog'ning cho'qisida, tuman orasida bir bo'ri. Ah, debdi eshak. Men ko'rgan bu narsa bo'ri emas, boshqa bir narsa. Beshini darhalla o't cho'plarning orasiga opdi. Manga shundoq ko'rindi balkim. Xiyolim bu. To'g'ri, xiyolim bu. Bir oz o'tibla o'ziga qarab yugurib kelayotgan bo'rini ko'rib, qo'rqinichi eshibdi. Ammo bo'rining kelishini qat'iy xohlamaganlikdan yana o'zini aldashga boshlabdi. Bo'ri emas, inshaalloh emas. Bo'riga boshqa yer yo'qmikin? Bu yerga kelib yuramdi. Ko'zim bu yaqindan buyon yaxshi ko'rmayotdi-chu. Shunga daraxtlarning soyisini bo'ri deb qilyapman. Bo'ri yiqilib qopti. Orasida eshak qadimida 300-400 qadamli qopti. Qeri eshak. Voy xudoyim, bu kelayotgan rostali bo'rimidi ya? Yo'q, mumkin emas. Bo'ri bo'lmasligi kerak. Oh, yo'q, bo'ri emas, deb vaqirashqa boshlabdi. Bo'ri bilan orliqi 50 qadam qopti. Eshak yana ko'nglini yasabdi. Udilimda ko'ringan ava hayvon. Xudoyim buyursa, bo'ri emas. To'g'rida, nemishqi bo'ri bo'lsin? Balki to'gidu, yoki pildu, yoki boshqa bir narsidu. Balkim hech nima emasdi. Memmiza, hamma narsa bo'ri ko'ringan bo'lib qopti ko'zimga. Bo'ri jon-jahli bilan itilib kelayotgandak. Oraliq bir necha qadamli qolganda qeri eshak. Bilib turibdiman. Bu kelayotgan bo'ri emas. Shundoq bo'ri emas. Ammo men bu yerdan azroq yiroqlashsam ziyni yo'q, debdi. Va mengishqa boshlabdi. Beshini burab qarasa, bo'ri sho'lgini iqtib, to'g'ri o'ziga etilib kelayotgandak. Eshak bechora yolvorishqa boshlabdi. Ulug' Tangrim, bu kelayotgan narsa bo'ri bo'lgan taqdirdami, bo'ri bo'lmasin. Bo'ri emas bu. Qat'iy bo'ri emas. Men bekorli qo'rqyapman. Shundoq degach, qadamlarini teziltibdi. Keyindili kelayotgan bo'rini ko'rib, oxiri yuguribdi. Bo'rimi top besipla kelayotgandak. Qeri eshak. Hey, men nimandaq ahmaq, debdi. Yovi mushukni bo'ri deb qichiyapman ya? Yo'q, bo'ri emas, yovi mushuk. Eshak bechora bor kuchi bilan qichishga boshlabdi. Qichivitib ko'nglida shundoq debdi. Bo'ri bo'lsa-mu, bo'ri emas. Xudoyim buyursa emas. Yo'q, nemishqi bo'ri bo'lsin? Orqasiga o'rilib, bo'rining yovuzlarcha chaqnab turgan qip-qizil ko'zlarini ko'rib, 8 putlab qichishga boshlagan eshak yana. Illa billahi bo'ri emas. Azbiroyi bo'ri emas. Xudo haqqi degudak. Qichibdi. Quyruqining ostida bo'rining ittik nafsini his qilgan qeri eshak o'ziga bog'lishimanki, men quyruqimning ostida nafsini tuygan bu hayvonning bo'ri bo'lishi mumkin emas, debdi. Bo'rining ho'l tumshiqi sag'risiga tekkanda qeri eshak
huşini yo'qotqudek bo'libdi. Keyniga burilibdi. Bo'ri o'ziga tashlangan. Bir qadam olg'udak kuch qolmagan eshak bo'rining dahshatli ko'zlaridan midirlay olmas bo'pti. Bo'rini ko'rmaslik uchun ko'zlarini yumib olib, bo'ri emas, koring bo'lmasin, inshaalloh emas, qandaqsiga bo'ri bo'lsin deb kekashlabdi. Bo'ri eshakning sag'risiga changal sapdi. Yiqilib tushgan eshak: "Bilaman, bilib turibdiman. Sen bo'ri emassan. Mening bilan o'ynashma. Chaqchaq bilan xo'shim yo'q mening", debdi. Ichirqab ketgan bo'ri o'tkir tishlari bilan bir damdila yo'g'on bir parcha go'sht yulibdi. Eshakning yo'tisidan jon ochiqida eshakning tili tutilibdi. Shunchalik qo'rqibdiki, biladigan eshakchisini unutibdi. Bo'ri o'zining bo'yniga, qo'rsiqiga hujum qilibdi. Butun badanidan qonlar daryodek eqishga boshlabdi. Eshak shu daqiqadala "Hang, bo'rikan, hang, ukan" deb vaqirashga boshlabdi. Bo'ri uni parcha-parcha qilayotganda tili tutilgan eshak faqat "Hang, u" deb vaqirashqa, yo'q, hangrashqa boshlabdi. Bo'rining tishlarida parchalanayotgan eshakning tog'u toshlarni titratgudak nolizarini butun eshak millati anglabdi. "Hang, hang, hang." Shu kundan boshlab biz eshak millati gap qilishni, so'zlashni unutib, har bir his tuyg'u, o'y fikrimizni hangrab ifodalashga boshlabdik. U qeri eshak eng oxirgi minutlargacha o'zini o'zi aldab, ko'nglini yasab yurmagan bo'lsa-da, bizmo so'zlashni unutib ketmagan bo'lardik. Biz eshaklar. Biz eshak millati. Hang, hang, hang.